Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, men ismim Muhammad Ibrohim. 6 yildan beri mana shu yo'nalishdaman. Dasturimizga qiziqish bildirganingiz uchun sizga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Xo'p, dasturimiz haqida sizga qisqacha ma'lumot berib ketaman. Dasturimiz nima? Ya'ni biz dasturimiz arab tili grammatikasini mukammal egallash dasturi. Unga nimalar kiradi desangiz, unga sarf nahvi kiradi asosan, keyin mutolaa kiradi va uni ustida tatbiq. Bizda asosan mana shular bor. Ana endi siz bilan ko'rib chiqadigan narsamiz nima? Ya'ni dastur nima haqdaligini bildik. Sarf ilmi bor, uning ichida nahv ilmi bor, amaliyot bor. Bu arab tili grammatikasini, ya'ni sarf va nahv ilmini noldan boshlab mustaqil ravishda Qur'on va shar'iy matnlarni tahlil qila oladigan darajada mukammal tarzda o'rgatuvchi chuqur va tizimli dastur hisoblanadi. Endi bu dastur kimlar uchun? Ya'ni siz kimsiz? Shar'iy ilm talabida yurgan insonmisiz yoki sertifikatga tayyorlanmoqchi bo'lib yurgan o'quvchimisiz yoki Qur'onni tushunib o'qish uchun nima deydi? Qur'onni tushunib o'qish uchun mana shu ilmni o'rganmoqchimisiz? Siz qaysi birisiz? Agar siz Qur'onni tushunib o'rganmoqchi bo'lsangiz, shar'iy ilm o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki sertifikatlarga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu dastur siz uchun to'g'ri keladi. Nima uchun? Hozir men sizga buni tushuntirib beraman. Nega grammatika qanchalik muhim? Endi buni muhimlilik darajasini kelib chiqamiz. Chunki buni bilmaslik noto'g'ri tarjima, noto'g'ri hukm va noto'g'ri e'tiqodga olib keladi. Tushunarli, ya'ni grammatikani bilmaslik nimalarga olib kelishi haqida ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi o'rinda, agar siz fiqh ilmini o'rganmoqchi bo'lsangiz, fiqh ilmida bilasiz, nimalar o'rgatiladi? Asosan ahkomlar, hukmlar beriladi, shar'iy hukmlar. Masalan, Qur'onda keltiriladi: "Istaizu billah, faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiq." To'g'rimi? Ya'ni faghsilu wujuhakum, yuzlaringizni yuvinglar, va aydiyakum, qo'llaringizni, ilal marafiq, tirsak bilan birgalikda. Endi ila kelyapti. Ila degani gacha degani. Masalan, yoki ga degani yoki gacha degani. To'g'rimi? Masalan, buni juda ham ko'p ma'nolari bor. Ilani ga deymiz yoki gacha deymiz. Asosan gacha deymiz. Masalan, akaltu samaka ila ra'siha degan, masalan, hattani ishlatganmiz. Hattada ila ma'nosi borligi uchun. To'g'rimi? Ila bu yerda ya'ni boshigacha yedim, ya'ni boshini yemadim degan naqada keladi. Ya'ni bu yerda endi Qur'onda yuzlaringizni yuvingizlar, qo'llaringizni yuvingizlar, tirsaklargacha deyaptimi? Shuni tushunishimiz mumkin, masalan, zohiriy e'tiboran. Lekin ilani juda ham ko'p ma'nolari bor. Masalan, ulardan biri ma'a ma'nosi bor. Ma'a ya'ni birga, qo'shib, birgalikda degan ma'nosi borligi uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Imom Azam ma'a ma'nosini olishgan. Ya'ni ma'a ma'nosi kelyapti bu yerda deb ijtihod qilishgan. Ma'a ma'nosi borligi uchun bu ila harfini, ya'ni tirsaklar bilan birga qo'shib yuvingizlar qo'llaringizni degan hukmni beradi. Ya'ni mana shu tirsaklar bilan tahorat olganimizda tirsaklar bilan qo'shib yuvishligimiz mana shu ila degan harfga bog'langan. Oddiy mana shu ilani ma'a ma'nosi borligi uchun biz tirsagimizni qo'shib yuvamiz. Masalan, Shofiy mazhabidagilar tirsakgacha deb yuvishadi. Ya'ni ixtiloflar mana shundan kelib chiqadi. Agar siz buni nima deydi, grammatikani, nahv ilmini, sarf ilmini chuqur bilmaydigan bo'lsangiz, chuqur o'rganmasangiz, mana shu joylarda xato qilib qo'yishingiz mumkin. Hozirgi kunda salafiylar juda ham ko'payib ketgan, o'zlaricha zohiriy e'tibordan oladi. Ila degani, gacha degani nimadan yuradi? Alloh taolo nima osmonda deydi, fis-sama deydi. Fis-sama degani osmonda degani, Alloh osmonda deb noto'g'ri e'tiqodga ketib qolishgan. Nima uchun? Lug'at ilmidan chuqur ma'lumot bo'lmaganligi uchun ularda. Mana ikkinchi misolni ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'sha hozir aytib o'tganimdek, Alloh taoloni osmonda deyshadi. Nimaga osmonda deyshadi? Chunki sama degan kalimani osmon deb tarjima qilishadi. Alloh taolo osmonda deydi. Yo'q, o'zi aslida lug'at ilmida chuqur kiradigan bo'lsak bunga, holbuki sama so'zi asli ma'nosi yuqori, baland degan ma'noni anglatadi. Ya'ni oliy degani, yuqori degani, baland degani, ya'ni o'zi
o'zi aslida sama, ya'ni osmon ham bizdan yuqorida, bizdan balandda bo'lganligi uchun sama deb nomlangan, ya'ni osmon deb nomlangan. Lekin buni asli tagi mohiyati yuqori, baland, oliy degani. Ya'ni Alloh taolo oliy, Alloh taolo balandda, yuqorida. Ya'ni qaysi jihatdan bu? Har qanday jihatdan, qudrat jihatdan bo'lsin, har qanday nima sanasakki, barcha sifatlarda, barcha narsalarda Alloh taolo oliydir, yuqoridir. Tushunarli-a? Ya'ni aqida e'tiboridan ham bu ilmni o'rganishligimiz juda ham muhim ekan. Buni bilmaydigan bo'lsak, noto'g'ri tarjimaga olib keladi. Hozir men sizlarga bitta misol keltiraman. Mana bu joyda Qur'on tarjimasini sizlarga ko'rsataman. Qarab turinglar. Mana bu o'zbekcha tarjima qilingan Qur'on kitobi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana Qadr surasida, endi men aynan shu joyda oldim. Istaizu billah va ma adraka ma laylatul qadr. Bu nima degani? Buni bir bor so'zma-so'z tarjimasi bor, buni bir bor maqsadi bor. Ya'ni bu yerda, ya'ni ikki xil ma'no chiqadi bu yerda. So'zma-so'z tarjima bilan maqsaddagi ma'no chiqadi. Tarjimaga qaraymiz. Ikkinchi oyatda ey Muhammad, Qadr kechasi nimani bildiradi deyapti. Bu juda ham katta xato. Va ma adraka ma laylatul qadr degani Qadr kechasi nimani bildiradi degani emas. Yoki Qadr kechasi nimani bildirdi degani emas. Juda ham katta xato. Va ma adraka ma laylatul qadr degani Qadr kechasi nima ekanligini sizga nima ham bildiradi. Ya'ni Qadr kecha nima ekanligini sizga nima bildiradi? Ya'ni qattan ham bilardingiz demoqchi. Ya'ni Qadr kechasi nima ekanligini sizga hech qanaqa narsa bildirmaydi. Uni siz qadrini qattan ham bilardingiz degan ma'no chiqadi. Ya'ni buni maqsadi, ya'ni ey Muhammad alayhisalom Qadr kechasini nima ekanligini, uni qadrini siz qattan ham bilardingiz. Ya'ni buni so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, Laylatul Qadr nima ekanligini sizga nima bildiradi? Va ma adraka ma laylatul qadr. Nima bildiradi Laylatul Qadr nima ekanligini? Nima ekanligini sizga nima bildiradi deyishlik bilan Qadr kechasi nimani bildiradi deyishlik farqi bor. Bu yerda Qadr kechasi mana nima ekanligini, maf'ul bo'lyapti. Nima ekanligini sizga nima bildiradi? Tushunarli-a? Bu yerda tarjima xato ketgan, xato qilingan. Agar siz grammatikani chuqur bilmaydigan bo'lsangiz, mana shunaqangi kamchiliklariga, mana shunaqangi xatoliklarga yo'l qo'yishingiz mumkin. Tushunarli-a? Xo'p, noto'g'ri tarjima qilasiz, ko'rdik endi. Noto'g'ri hukm berasiz. Boyagi aytib o'tganimizdek samo bilan ila ma'nosini ko'rib chiqdik. Ya'ni har bitta nima deydi? Harfni, har bitta kalimani ich-ichigacha mag'zini chaqib, mohiyatini o'rganasiz bu dasturda. Ya'ni mana shulardan saqlanasiz, noto'g'ri hukm berishdan. Tushunarli? Odamlarni adashtirishingiz mumkin. Chala o'rganib olib turib, bu ilmni o'rganmasdan turib siz arabchani sal-pal bilib turib, chara ma'lumotga ega bo'lib turib, unga menda bunaqa deyapti deb turib, o'zi bilasiz-ku, yerga ekilgan bug'doy birinchi nihol bo'lgan vaqtda pirpirab turadi, to'g'rimi? Men bilaman deydi. Lekin u unib, o'sib, nima deydi? Boshog'i donga to'lgandan keyin bosh egilib qoladi. Talaba ham xuddi shunday. Bir ikkita narsani o'rganib olgandan keyin men bilaman deydi. Lekin juda ham ko'p ma'lumotlarni olgandan keyin, ko'p ilm o'rgangandan keyin sekin boshi yerga kelib la adri deydi. Ya'ni bilmasam endi buni bir ko'rish kerak, bir izlanish kerak, bir qarab ko'raman deydi. Men bilaman demaydi u paytda. Chunki ehtimoli borki, bu ilm juda ham chuqur. Bu ilm juda ham nima deydi, ehtimolligi ko'p. Bu ilm subhanalloh, bizgacha yetib kelgan ilmlar juda ham chuqur, juda ham nima deydi, keng doiralari. Shu jihatdan ham darrovdan ham hamma bo'ladi deb yormaydi. Ehtimoli bor bunaqani, buni ham ehtimoli bor. Aynan nima ekanligini men sizga bir kitoblarda ko'rib bahs qilib, javobini aytib yoraman deydi. Boshi to'lgandan keyin. O'z odatda ekspertlar men bilaman demaydi. Ya'ni bir ko'rish kerak deydi. Men bilaman degan odam o'zi shubha bor, uni bilmasligini bilamikin degan savol bor-da. O'shaning uchun ehtimoli bor, bunaqa bo'lishi ham mumkin, bunaqa bo'lmasligi ham mumkin. Bir qarab ko'ramiz, bir kitoblarda bahs qilib, xulosa qilamiz degan javobni aytadi ekspert.
haqiqiy mutaxassis mana shunaqa deydi. Lekin chala savod, chala o'qigan nima deydi? Endi bu ilmdan nima deydi? O'z nasibasini endi olyapti turganlar, endi o'rganyapti turgan boshlang'ichlar, men bilaman bunaqa bo'ladi, bo'ldi, tamom, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bunaqa bo'ladi, boshqacha bo'lishi mumkin emas deydi o'zi, zotan. O'shaning uchun ustoz tanlashda ham adashmaslik kerak. Mazhablardan uzoqlashish kelib chiqadi buning orqasidan. Nima deydi? Qur'onda bunaqa deyapti-yu deb turib hukm chiqarib olishadi. Masalan, hozirgi kunda salafiylar juda ham ko'payib ketgan. Nima sababdan bular nima deydi? Aqida jihatdan, fiqh jihatdan nima deydi? Adashib to'g'ri mazhab imomlarini so'kyapti. Chunki bular grammatikani bu darajada bilishmaydi, chuqur o'rganishmaydi. Shunchaki yuzaki zohiriy jihatdan sal-pal gapirishni o'rganib olgan xolos. Bo'ldi. Kitob tarjima qilishni bilmaydi, kitobni ochib bahs qilishni bilmaydi. Mana shu sababdan ular mana shunaqangi xulosalarga kelib qolgan. O'zini bilmasligini bilmaydi. Eng muhimi mana shu. Yana bitta narsa aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa Imom Shofiy rahmatullohi alayh iminni mana shu fiqhdan bitta hukm chiqarishlik uchun, nima deydi, to'g'ri ijtihod qilishlik uchun 15 yil, tushunyapsa, 2 oy emas, 3 oy emas, 6 oy emas, xotin o'zi arablardan bo'lgan. Lekin u kishi 15 yil sahroviylar davrasida, ya'ni sahroga borib, sahroviylardan haqiqiy sof fasih lug'atni o'rgangan va fasih lug'at egasi bo'lgan shaxslarning so'nggi avlodlaridan biri hisoblanadi Imom Shofiy. Tushunarli? U kishi 15 yil o'rgangan bu ilmni. Endi siz bilan biz 3 oy o'rganib olib turib, 4 oy o'rganib olib turib, 6 oy o'rganib olib turib, bo'ldi, men grammatikaga ehtiyojim yo'q, endi shariy ilm o'qishim kerak, endi men bunaqa ilm o'qishim kerak, endi bunaqa qilishim kerak degan narsa emas. Bu ilm juda keng, juda chuqur. Uni faqatgina nima deydi, bu ilmni faqatgina sevganlargina lazzatini his qila oladi xolos. Oldin ko'rgan bo'lsanglar kerak, bizda Qur'on nima uchun mo'jiza degan darsligimizda, ya'ni o'sha suhbatimizda buni nima uchun muhimligi ekanligini aytib o'tgandik unda ham. Xo'p, ana endi sertifikat olmoqchi bo'lganlar, sertifikat va real muloqot uchun ham grammatika juda ham zarur. Siz attanal topshirasizmi yoki milliy sertifikat topshirasizmi, farqi yo'q. Uning ichida baribir gapirish bor, yozish bor, tinglash bor, o'qib tushunish bor va alohida grammatika ham bor, to'g'rimi? Endi siz gapirish uchun grammatika bilmadingiz, siz to'g'ri gapira olmaysiz, xato gapirasiz. To'g'ri yoza olmaysiz, xato yozasiz. To'g'ri tiklab tushuna olmaysiz hech qachon. To'g'ri tarjima qila olmaysiz, to'g'ri o'qib tushuna olmaysiz. O'qib tushunish uchun to'g'ri tarjima qila olish kerak. To'g'rimi? U uchun nima zarur? Mana bu grammatika zarur, sarf nahv juda muhim. Agar bu bo'lmaydigan bo'lsa, to'rttalasini birortasiga ham erisha olmaysiz. Bitta narsa bo'lishi mumkin, siz faqatgina kitobda yozilgan, masalan, kayfa haluka, holing qanday? Kayfa sihhatuka, sihating yaxshimi? degan narsalarda shunchaki siz yodlab olgan bo'lishingiz mumkin, xolos. Siz o'zingiz to'g'ri gap tuza olmaysiz. Siz o'zingiz to'g'ri jumla tuza olmaysiz. Grammatikasiz. Mustahil bunaqa narsa. Hech qachon bo'lmaydi. Shuning uchun grammatika muhim. Mana shularni siz o'rganmoqchimisiz, sertifikat olmoqchimisiz siz yoki Qur'onni tushunib o'qimoqchimisiz yoki siz shar'iy ilmlarda o'qimoqchimisiz, bu ilm muhim. Xo'p, endi bu dastur aynan grammatikani mukammal darajada o'rganmoqchi bo'lganlar uchun dedik. Xulosa qilamiz endi. Buni nimalar olasiz? Sarf nahvni noldan, tizimli tarzda mukammal o'rganasiz. Qur'on oyatlari misolida amaliy tahlillar ko'nikmasiga ega bo'lasiz siz. Fiqh, aqida, tafsir kabi ilmlarni chuqur anglash uchun mustahkam poydevor bo'la oladi bu dastur sizga. Ya'ni bu dasturdan keyin siz xotirjam, siz biror bitta shayxda o'qiysizmi yoki madrasada o'qiysizmi, tafsir darsida, fiqh darsida, aqida darsida sizga nima deydi, kimdir tarjima qilib berishligi shart emas. Sizga shunchaki sharhlab ma'nosini, ahamiyatini bahs qilib bersa, siz o'zingiz kitobdagi matnda to'laqonli tushuna olasiz, tarjima qila olasiz. To'g'ri tarjima, to'g'ri xulosa chiqarish qobiliyatiga ega bo'lasiz bu dastur orqali siz. Tushunarli? Endi bu darslarimiz qanday tashkil qilingan? Bu darslarimiz haqida batafsil aytadigan bo'lsam, aralash degani nima degani? Bu odamlar aralashmas, balki jonli darslar bo'ladi va video darslar bo'ladi. Video darslar bo'ladi, jonli darslar bo'ladi. Masalan, haftada 3 kun video darslar joylanadi. Haftada 3 kun jonli darslar bo'ladi.
Ya'ni jonli darslarda o'tirasiz, savol-javoblar bo'ladi unda. Ya'ni o'tilgan darslar bo'yicha tushunmagan joylaringizni so'rashingiz mumkin. Undan keyin guruh bo'ladi. Guruhda har bitta o'quvchini o'zini bo'limi bo'ladi. O'zini bo'limida va uyga vazifalarini beradi, uyga vazifalar tekshiriladi. Undan keyin o'sha joyda o'zida savolingiz bo'lsa, savolingizni so'rashingiz mumkin. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, o'shani so'rashingiz mumkin. Ana o'sha joyda o'zida siz savollaringizga javob olishingiz mumkin. Ya'ni har bitta o'quvchi bilan individualniy shug'ullanadi guruhda bo'lgan taqdirda ham. Ya'ni siz individualniy sotib olmagan bo'lgan taqdiringizda ham, ya'ni 1 million 800 ming so'mga individualniy kurs sotib olmagan bo'lgan taqdiringizda ham siz bilan individualniy ishlanadi. Ya'ni bu dasturda masalan premium olsangiz ham, individualniy olsangiz ham bir xil natijaga erishasiz. Endi individualniy kimlar uchun desa, endi bu tadbirkorlar uchun qilganmiz, tadbirkor akalarimiz uchun xos bo'lgan yoki boshqa imminni bu guruhga to'g'ri kelmaydigan shaxslar uchun qilganmiz. Xo'p, amaliyot har mavzuda Qur'on misollaridan mustahkamlanadi, kitob beriladi. Masalan, o'sha grammatikani mustahkamlab ketishda birinchi o'rinda o'sha hammamiz nima deydi, oldindan o'rganib kelingan o'sha shifoiy kitob bo'lsin, o'shalardan har bitta darsligida mutolaa qilib ketamiz. O'sha mutolaa jarayonida o'rgangan qoidalarimizni tatbiq qilib ketamiz. Tushunarli. Dastur davomida yozma va og'zaki mashqlar, uyga vazifalar tekshiruvlar hammasi mustahkamlanib boriladi. Guruhda joylar soni cheklangan. Haqiqatan ham nima uchun cheklaganmiz? Sifatli jonli muloqotga asoslangan ta'lim uchun har bir guruhga qabul qilinadigan o'quvchilar soni ataylab cheklab qo'yilgan. Chunki bu har bir ishtirokchiga yetarlicha e'tibor qaratish imkonini beradi. Ya'ni har bitta talaba uchun biz individualni shug'ullanishimiz uchun bizga ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun joylar sonini cheklaganmiz. Masalan, bitta guruhda 30 ta talabani tiqib qo'yadigan bo'lsak, unda biz samaradorlikka ega bo'la olmaymiz. Ularda har bittasi bilan nima deydi, yakkama-yakka ishlagani ulgura olmaymiz ular ko'pligidan. Shuning uchun maksimalli 10 ta, 12 ta qilganmiz xolos. Nima uchun hoziroq qaror qilish kerak? Joylar soni to'lgach, keyingi guruh boshlanishi uchun kutish kerak. Endi keyingi qabulimiz qachon ochiladi, Xudo biladi. Aniq emas. Dastur boshidan qatnashish mavzular ketma-ketligini uzmasdan tushunish imkonini beradi. Erta ro'yxatdan o'tganlar uchun maxsus chegirmalar beriladi va biz oldin qabul ochishimizdan oldin yozilganlarga yaxshigina chegirmalar qilib berganmiz. Mana shularga ega bo'lish mumkin. Agar bu kurs sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bu dastur sizga ma'qul keladigan bo'lsa, haqiqatda bu men uchun ekan deb o'ylaydigan bo'lsangiz, hozirroq ro'yxatdan o'ting, chunki darslarimiz 1-avgustdan boshlanadi va ulgurib qoling, joylar to'lib qolmasdan oldin. Grammatikani mukammal o'rganish yo'lidagi birinchi qadamni bugun tashlang. Bog'lanish uchun Telegramda Muhammad Ibrohim admin degan bizning adminimiz bor. Adminga murojaat qilasiz. Boshlang'ich o'sha joy band qilish uchun to'lovni o'tkazib qo'ysangiz, qolgan to'lovlarni darslarimiz boshlangandan keyin bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh sizlar bilan darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.